bolalikdagi qizaloqqa jinsiy teginish travmasi olgan ayol hayoti qanaqa vayron bo'ladi. Ko'p ayollar ichkarisida qo'rqinchli mana shunaqa og'riq bilan yashaydi, hech kimga ayta olmaydi, uyaladi, qo'rqadi. Bu narsa, bu og'riq kasallik, baxtsizlik, keraksizlik mana shuni keltirib chiqaradi. Birinchisi, ayol bolalik yoki o'sha o'smirlikda qizaloqqa shilqimlik bo'lgan bo'lsa, yigitlar tomonidan, erkaklar tomonidan qanaqadir jinsiy a'zosiga teginish bo'lganda, ayolda birinchi bo'lib eng og'ir jarohat iz qoladi. Ikkinchidan, ayollikda yopilish paydo bo'ladi, blok paydo bo'ladi. Tana og'riqdan himoyalanish uchun ayollik energiyasini butunlay muzlatib qo'yadi. Bachadonda kasallik ko'payib ketishini aksari ham mana shu ichkaridagi og'riqdan bo'ladi. Ayol o'zini tanasidan nafratlanishni boshlaydi. Keyin esa kasallik psixosomatikasi energiya aylanmagandan keyin ayolda jismoniy tanada mioma, kista, gormonal buzilishlar va surunkali og'riqlar ko'rinishida kasalliklar po'rtillab chiqaveradi. Bunaqa travmasi bor ayollarda, shu jinsiy travmasi bor ayollarda noloyiqlik hissi, ichki o'sha dard yuqori bo'ladi. Men deydi ichkaridan aytadi, u tashqi hayotda aytmaydi, tilida aytmaydi, ichkaridan o'zini ayblab yuraveradi. Men ifloslandim, men endi hech kimga kerak emasman, men aybdorman, uyat, sharmanda, men yaxshi narsalarga noloyiqman degan mana shunaqa vayronokor dastur ong ostiga joylaydi. Erkak ayol munosabatida ham erkak uni yonidan qochadi, munosabatlar inqirozi ko'payib ketadi. Ayol mana shu ichki qo'rquv tufayli turmush o'rtog'iga yaqinlasha olmaydi, jinsiy hayotdan qochadi. Natijada erkak kishi sovuq oila buzilishiga ham olib kelishi mumkin.